Assalomu alaykum. Sizlar bilan Afsonalar O'zB film kanali. Bugun sizlar bilan bolaligimiz xotiralarida qolgan, afsonaga aylangan tarixiy serial Jumong haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bu serialni shunchaki fantaziya deb o'ylaydi, lekin aslida Jumong real tarixiy shaxs bo'lgan. U miloddan avvalgi 37-yilda Goguryeo davlatiga asos solgan buyuk shoh hisoblanadi. Jumong so'zi esa mohir kamonchi degan ma'noni anglatadi. Afsonalarga ko'ra, bu o'q otishda hech qachon nishonni boy bermagan. Serialda ko'rsatilgan Xaymos obrazi ham tarixda mavjud bo'lgan va u Goguryeo armiyasining kuchli sarkardasi sifatida tanilgan. Yuxu esa koreys mifologiyasiga ko'ra osmon xudosining qizi bo'lib, Jumongning tug'ilishi ham oddiy emas. Afsonalarda aytilishicha, u quyosh nuri ta'sirida dunyoga kelgan. Albatta, serialdagi ayrim voqealar dramatik qilish uchun o'zgartirilgan. Ammo asosiy tarixiy yo'nalish saqlab qolingan. Ko'pchilik bilmaydigan faktlardan biri shuki, Jumong rolini ijro etgan aktyor Song Il-guk bu rol uchun juda qattiq tayyorgarlikdan o'tgan. U kamondan o'q otish, qilichbozlik va ot minishni professional darajada o'rganishga majbur bo'lgan. Serialni suratga olish jarayonida ko'plab sahnalar haqiqiy qurollar bilan olingan va ayrim aktyorlar jarohat ham olishgan. Shunga qaramay suratga olish ishlari to'xtatilmagan. Yana bir qiziq fakt shuki, Jumong seriali nafaqat Koreyada, balki dunyoning 80 dan ortiq davlatida namoyish etilgan. U Koreya tarixidagi eng mashhur tarixiy dramalardan biriga aylangan. Ayrim davlatlarda Jumong obrazi hatto milliy qahramon sifatida ham qabul qilingan. Sasyana obrazi ham tarixda mavjud bo'lgan, ammo serialda uning Jumong bilan bo'lgan munosabatlari ancha romantik tarzda ko'rsatilgan. Asl tarixda esa Sasyana kuchli, aqlli va davlat qurilishida muhim rol o'ynagan ayol sifatida tanilgan. Jumongning o'g'li Yuri esa haqiqiy voris bo'lib, keyinchalik Goguryeo taxtiga o'tirgan. Jumong serialining eng katta kuchi shundaki, u faqat urush yoki siyosat haqida emas. Bu serial insonning sinovlar orqali kuchayishi, yiqilib yana turishi va hech qachon taslim bo'lmasligi haqida hikoya qiladi. Shu sababli Jumong yillar o'tsa ham tomoshabinlar qalbida afsona bo'lib qolmoqda. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha